Assalomu alaykum hammaga. Biz mana O'zbekiston Andijon shahridan Qirg'iziston Jalolobod shahriga Ispaniya garniturlarimizni o'rnatib berdik. Xudo xolasa mana o'zingizlar ko'rib bitta baho berib qo'yasizlar. Fasonlari ham chotki, razmerlari ham katta, 2,5 shkaf. Krashini ichlarini ochib ko'rsatay desam, narsalar joylab qo'ygan. O'zim tushuntirib o'taman. 2 yonli polka, o'rtasi veshilka. Bemalol kelin-kuyovlardagi alohida sig'adi. Neoklassik fasonda. Goldlari bor. Bosh tomonlari ham takoy yumshoq. Bu ham oynak. Matraslari ortopedический. Tremonlari ham 1,5 metr. Juda ham chiroyli qilib berganmiz. Sifatli qilib. Kimga shunaqa xizmat kerak bo'lsa, bemalol aytishlari mumkin.